Assalomu alaykum. Bahor ayyomi kanali obunachilari. Shunday issiqlarda damlarda olib, maza qilib kanallar tekshirib o'tirgan muxlisalar, aka-ukalar, opalar. Hammanglar salomat bo'linglar. Kecha bir video tarqaldi, ko'rdim. Xurshidbek Rasulov chiqib Urgutda bo'lgan to'y voqeasi to'g'risida xulosa berib gapirgan ekan. To'g'ri gapirgan. Bu yerda san'atkorni nima ishi bor? U bolalar to'polon qiladimi? U bolalar pul o'g'irlaydimi? Buni to'yda boshqarayotganlar hal qiladi uni. U san'atkormi? San'atkor qo'shig'ini aytadi, ketadi ular. Zakiska qiladiganlar zakiskasini qiladi, ketadi, boshqa ishga aralashmaydi. Masalan, usta odamlarga stolda kutib oladi, ovqatini beradi, choyini beradi, shu bilan chiqib ketadi. Bu yerda hech qanaqa hamma o'zini vazifasini o'zi qiladi. Xurshidbek Rasulov ham shu nimada qo'shig'ini aytgan, ketgan. Xizmatini qilgan, ketgan. Endi to'ydagi taassurot, shu yerda bir xizmat qilayotgan odam, yosh bolalar kelib, sochlarini tortib, bosh chaqgan, u o'zi javobini o'zi beradi u bola. Bu yerda Xurshidbek Rasulov hech qanaqa aybi yo'q. Yana bir gapni aytmoqchiman. Fanat u, muxlis u. Jonini fido qilib yuborgan Xurshidbek Rasulov qo'shiqlariga. Endi cho'ntagida puli bor ekan, 5000 mi, 10.000 mi, necha bo'lsa ham sochyapti. U muxlis u. Muxlisga hech kim egadorlik qilolmaydi. U Xurshidbek Rasulovga muxlis bo'lgan, hech qachon boshqa san'atkorga muxlis bo'lmaydi. Boshqa muxlis Xurshidbek Rasulovga muxlis bo'lmaydi. Xurshidbek Rasulovdan avvalan bir gapirmoqchi bo'lganman. Gapirmaganman. Sababi gapirmasligim, Xurshidbek Rasulov juda ham oriyatli, shirin so'z bola, kibri yo'q bola, odamgarchiligi yaxshi bola. Shuning uchun Xurshidbek Rasulovni gapirgani qo'rqardim, negativ chiqib qolmasin mendan deb qo'rqardim. Lekin Xurshidbek Rasulov juda ham oqibatli, odamga ahamiyatli odam. Biz buni juda ko'p nimasida bo'lganman. Hani Yahyo Mo'minov to'y qilgan o'tgan yili. Boring bir 100 metrga men bilan gaplashib ketgan. Men masalan yosh katta, ularni urovnidagi odam emasman, lekin men bilan gaplashib ketgan. Ya'ni ko'chaga borib, aka kelib qolsiz Qo'qonga, bir piyola choy qo'yib beray deb yaxshi mulozamatda bo'lgan. Shu bilan ketgan, biz ham ketganmiz. Shuning Xurshidbek Rasulov to'g'risida negativ yozmasalar yaxshi bo'lardi. Ba'zi negativchilar o'zi tushunmasdan ko'p narsa yozib boryapsizlar. Kommentariyalarda tushunmayapmiz. Nima deb yozyapsizlar kommentariyani? Tushunmayapmiz. Yaxshi tomonga yozyapsizlarmi, yomon tomonga tushunib bo'lmayapti. Harflar yetishmovchiligi bor, so'zlar ulanmasligi bor. Shuning uchun aziz negativ yozayotganlar yozaveringlar. Lekin to'shni qilib, ahamiyat bilan yozsalar yaxshi bo'ladi. Iloh omon bo'linglar, hammanglar to'y qilinglar. To'ylaringizga Xurshidbek Rasulovlar kelib, ko'p xizmatlar qilsin. To'yda bo'ladi. To'yda bo'lgan past-baland gaplarni darrov muammo qilib ko'tarib chiqish menimcha yaxshi emas. Muammo o'zingizlarda yo'qdek. Xolodilnikka go'shtlarni tuzlab, xarajatlarni bosib qo'yib, maza qilib, konditsionerda muzdek bo'lib yotgandek yozasizlar. Aslida o'zingizlarni olib qarasanglar, o'zingizlarda ham muammo ana o'shancha. Endi to'y tadbirlari boshqalarni analiz qilish uchun yaralmaganmiz. Shuni sizlarga qo'yib, gap eshitish uchun u ashulachini videosini qo'ymaganmiz. Sizlar topyapsizlar, qanaqadir narsa bir ma'ni bor yo ma'ni yo'q, negativ yozyapsizlar. Albatta hammanglar salomat bo'linglar. Negativchilar o'ta hushyorlik bilan yozishga harakat qilinglar. Omon bo'linglar. Mana shu Yahyobek Mo'minovning to'yida uni videosi bor, qo'yib beraman sizlarga. Какой-то bir 20 sekundga ham bormaydi. Avorada yuruvchi nogironni orqasidan quvib yurib ehsonni qilib ketdi. O'sha yerda juda ko'p san'atkorga ahamiyat berib turibman, qilgan yo'q ular. Xurshidbek Rasulov shunday ahamiyat berib, shuni qilib ketdi. Men uni kichkina 30 sekundlik hali short spot narsa uchun qilib beraman.
Endi bu odam judayam bir oliyjanob insonligi uchun kecha chiqishlarini ko'rib nima qildim? Aziz negativchilar, Xurshidbek Rasulov sizlarni yozishinglarga arziydigan odam emas u odam. U oliy darajadagi bola. Hamma odobi, qo'shiqlari hammasi o'rnak olsa arziydigan. Bironta bir joyda Xurshidbek Rasulovni bema'ni gapini, bema'ni yurishtirishini yana bitta negativ chiqyapti. Qo'lingizda imo qildingiz, o'sha qo'lingizda imo bilan shunaqa bo'lib ketdi. Noto'g'ri gap bu. Ha, qo'li san'atkor bo'lgandan keyin orqasidagi bolani chaqirishi mumkin. Qo'lida kimdir pul qistirib ketyapti qo'liga, u pulni berishi mumkin. Arzimagan narsaga negativ yozib san'atkorlarimiz og'rigini to'kmanglar. Katta olimlarimiz og'rigini to'kmanglar. Negativchilarga gap yo'q, bular tushunmaydi, tushunishni ham xohlamaydi. O'zlariga kelmaguncha sezmaydi ham, bilmaydi ham. Hammanglar salomat bo'linglar.